Bir shaharda Hasan ismli kambag'al ammo halol va mehnatkash bir inson bor edi. U qaronasi va bemor xotini bilan birga yashardi. Har kuni bozorda hammollik qilib, yuk tashib, og'ir mehnat bilan oilasini boqardi. Aksiga olib bemor ayolining ahvoli kundan kun og'irlashib borar, davolatish uchun pul yetishmasdi. Sabr qil onasi, men seni albatta davolataman. Yana ozgina vaqt qoldi. Yetarli pul jamg'arishim bilan tabibga boramiz, deb ayolini yupatardi. Hasan yaxshi niyat bilan bozorda bir yil tinimsiz mehnat qilib pul to'pladi. Kechga yaqin bozordan qaytayotib, shirin xayollarga berildi. Xudo xohlasa, pulim to'planib qoldi. Ayolimni tabibga olib borib, dori-darmon olib davolataman. Oldingidek baxtli bo'lamiz, deb o'yladi Hasan. Lekin Hasanning peshonasiga boshqa narsalar bitilganidan u hali bexabar edi. Uni kutib turgan qiyinchiliklarni, xiyonat va balolarni Hasan oldindan bilganida edi. Hozir bunchalik xursand bo'lmagan bo'lardi. Ertasi kuni ertalab hali choy ichib ulgurmay eshik taqilladi. Hasanning eng ishongan do'sti Xayriddin qarz so'rab kelgandi. Hasan nima qilarini bilmay qoldi. Pul yo'q emas do'stim, tabibga deb to'plagan pulim bor. Bilasan, ayolim anchadan beri kasal yotibdi. Tabibga bormasam bo'lmaydi. Ortga surolmayman. Shundog'am cho'zilib ketdi. Xayriddin esa, qasam ichaman do'stim, hafta oxiriga albatta qaytaraman, deb turib oldi. Senga ishonaman do'stim. Axir sen bilan bolalikdan birga o'sganmiz. Esingdami? Bolaligimizda baland devordan oshib, boqqa o'g'irlikka tushib, qaytib chiqolmay qolib ketganmiz. Bog'bon tutib olib, rosa ta'zirimizni bergandi. Ha, esimda. O'shanda bog'bon seni urmagan. Yaxshi odamni bolasi ekansan deb urishmay qo'yib yuborgandi, dedi Xayriddin kulib. O'sha kuni Hasan bor pulini Xayriddinga berdi. Buni ko'rgan bemor ayoli bir nimani sezgandek ko'zida yosh bilan qarab qolaverdi. Xayriddin pulni olib ketgach, Hasan yig'lab yotgan ayolini tinchlantirdi. Xavotir olma, albatta qaytaradi. Hafta oxirida tabibga borishimizni aytdim. Mayli dadasi, faqat shu hafta bormasam o'lib qolaman. Ortiq chiday olmayman. Ayolining gaplaridan Hasan g'alati bo'lib ketdi. Oradan kunlar o'tdi, hafta, oy, lekin Xayriddindan darak bo'lmadi. Hasan uni so'rab surishtirdi, lekin topolmadi. Xotinining ahvoli yomonlashdi. Dorisi ham tugadi. Bemor xotin alahsirab Xayriddinni qarg'ardi. Hasan endi xotinini davolata olmas, yana pul to'plaguncha ayolidan ayrilib qolishi aniq edi. U shularni o'ylab, siqilib bir kuni bozordan quruq qo'l bilan qaytdi. Qari onasi uni ahvolini ko'rib, bu dunyo imtihon dunyo. Xudo adolatli, sabr qil bolam, deb nasihat qildi. Oradan kunlar o'tib, Hasanni o'zi ham kasal bo'lib qoldi. Yegani ovqat yo'q, xotini kasal, onasi qarib qolgan, o'zi esa holsiz edi. Ey Robbim, o'zing yordam ber. Do'stimga yaxshilik qilaman deb shu ahvolga tushdim. O'zing yordam ber, deb Xudodan shuni so'rardi. Ertalab bor kuchini to'plab ko'chaga chiqdi. Bozor yo'lida holsizlanib o'tirib qoldi. Shu payt shaharga katta karvon kirib keldi. Karvonboshi eng badavlat boylardan edi. Karvonni qo'riqlab kelayotgan otliqlardan biri, "Yo'ldan qoch, joningdan to'yganmisan?" deb baqirdi. Hasan majolsiz yo'l chetiga surildi. Buni ko'rgan karvonboshi to'xtashni buyurdi va "Sen kimsan? Nega yo'lda o'tiribsan?" deb so'radi boy. "Men birovga ishonib, shu ahvolga tushdim. Do'stimdan xiyonat topdim.
yo'lda o'tirganim yo'q. Bozorga ketayotgandim. Ishlamasam bo'lmaydi. Yo'lda holsizlanib o'tirib qoldim, dedi Hasan va boshidan o'tgan voqealarni aytib berdi. Karvonboshi uni uyiga olib ketdi. Qornini to'yg'izib, ovqatlantirib, unga ish taklif qildi. Menga xuddi sendek halol odam kerak, dedi boy. Oradan yillar o'tdi. Hasan katta boylik orttirmadi, lekin issiq uy, yaxshi daromad, sog'lik va tinchlik topdi. Xotini ham sog'ayib, chiroyiga chiroy qo'shildi. Boy juda katta yordam berdi. Eng zo'r tabiblarga ko'rsatib davolatdi. Qari onasi ham o'g'lini baxtli hayotini ko'rib, dunyodan o'tdi. Hasan do'st Xayriddinni xiyonatini ham unutib yubordi. Har safar Xayriddinni eslaganda, Xayriddin qayerlarda ekan-a, deb o'ylab qolardi. Bolalikda birgalikda o'tgan kunlarni eslab, hatto Xayriddinni sog'ingan kunlari ham bo'ldi. Kunlarning birida Hasan boyning topshirig'i bilan bozorga bordi. Boyning ijaraga berilgan do'konlardan pullarni yig'ib, bozordan chiqayotgandi. Kimdir unga qo'lini cho'zib, sadaqa so'radi. Hasan qo'ynidan tanga chiqarib, tilanchiga uzatdi. Shu payt Hasan gadoyga qaradi. Qaradi-yu, ko'zi qotib qoldi. Yuragi to'xtab qolgandek tuyuldi. Gadoyning ko'zlari unga kimnidir eslatib yubordi. Bu o'sha bolalikdagi do'sti Xayriddin edi. Uni sochlari oqarib ketgan, yuzi g'amgin, ko'zlarida hayiqish bor edi. Ko'z ochib yumguncha o'tgan yillar Hasanning ko'z oldidan o'tdi. Hasan biroz unga tikilib turdi-da, "Xayriddin, senmisan?" dedi ovozi qaltirab. Xayriddin Hasanga biroz qarab turdi-da, shartta ortga o'girilib keta boshladi. "Sadaqa qiling, sadaqa qiling." Hasan uni ortidan yugurdi. "To'xta, Xayriddin, to'xta." U do'stini yelkasidan quchib, "Xayriddin, mendan qochma. Men seni kechirganman. O'sha pullar esimdan ham chiqib ketgan. Senga nima bo'ldi? Bu yerda nima qilib yuribsan? Nega gadoylik qilib yuribsan, do'stim?" Xayriddin to'xtab, Hasanning gaplaridan yig'lab yubordi va "Yaqinda qamoqdan chiqdim. Uy-joylarimdan ayrilibman. O'shanda savdogarchilik bilan boshqa yurtga borib, sherigimni aybi bilan qamalib ketdik. Seni pullaringni qaytara olmadim. Ayolingni o'limiga men sababchi bo'ldim. Hasan, men aybdorman", deb yig'lardi Xayriddin. "Nimalar deyapsan? Ayolim soppa-sog'. Qani yur, chetga o'taylik, bafurja gaplashamiz." Ikki do'st bir yemakxonaga kirishdi. Hasan do'stini qornini to'yg'azdi. Boshidan o'tgan voqealarni aytib, hasratlashishdi. "Esingdami boqqa o'g'irlikka tushib, chiqolmay qolganimiz? Bog'bon ushlab olib rosa ta'zirimizni bergandi", dedi Hasan kulib. Xayriddin esa, "O'shanda bog'bon seni urmagan. Otangni tanib, yaxshi odamni bolasi ekansan deb qo'yib yuborgan. Kaltakni o'zim yeganman. Sen ham yaxshi insonsan, do'stim", dedi Xayriddin Hasanning yelkasiga qo'lini qo'yib. Hasan do'stiga yordam berishga va'da berib, xayrlashdi. Hasan uyga qaytarkan, yaqindagina bo'lgan bir voqeani esladi. Boy xonadoniga ilmli insonlar mehmonga kelib turishardi. Boyning ilmli avliyo ustozi bor edi. Hasan bu insondan ko'p narsalarni o'rgandi. Bir kuni avliyo Hasandan qanday qilib bu yerga kelib qolganini so'radi. Hasan ayoli og'ir dardga chalinganini, hammollik qilib to'plagan pullarni do'stiga qarz berib, pulini ololmay axiri boy yordam qilganini so'zlab berdi. Avliyo Hasanning hikoyasini diqqat bilan eshitib, biroz o'yga toldi va "Sen do'stingdan xafamisan?" deb so'radi. "Yo'q, xafa emasman. Faqat do'stim meni nega aldab ketganiga hali ham tushunmayman. Nega u meni pullarimni qaytarmadi?" so'radi Hasan. "Bu ham Allohning sinovi.
Alloh bandasiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Agar sen o'sha kuni do'stingga pul bermaganingda, xotining og'ir darddan halok bo'lardi. Chunki bunday og'ir dardni davolatishga baribir ham puling yetmasdi. O'zing esa bir kun kelib yo'qotishlar og'rig'iga chiday olmasding. Sen do'stingga qilgan yaxshiliging tufayli Alloh seni taqdiringni o'zgartirgan. Aks holda xotining ham, onang ham vafot etgan bo'lardi. Sen ham o'lib ketarding, deb javob berdi avliyo. Inson hayotidagi har bir yo'qotish, har bir xiyonat va har bir ko'z yoshi Allohning katta sinovi bo'lishi mumkin. Hasan pul yo'qotdi, lekin baxtini topdi. U qashshoqlikdan, og'riqdan va nadomatdan o'tdi, lekin Allohga chiroyli gumonda bo'ldi va nihoyat uning sabri, bag'rikengligi, vafosi unga eng katta mukofotni, sog'lik, tinchlik va haqiqiy baxtni olib keldi. Haqiqiy boylik qalb pokligida va sinovlarda ham yaxshilik qilishda davom etishdadir. Eslab qoling, kimdir sizni aldasa, bu sizning emas, uning sinovi. Alloh bizlarni Hasanga o'xshab sabrli, bag'rikeng bandalardan qilsin. Kimki shu videoni ko'rib like bosib, amin deb yozib qo'ysa, Alloh niyatiga yetkazsin.